Til har bir millatning ko'zgusidir, uning sarchashmasidir. Til bor ekan, millat barhayotdir. Tilni onaga qiyoslanishi bejiz emas albatta. Zero inson onasini ko'rmasdan, uning mehrini, muhabbatini to'ymasdan yashay olishi mumkin emas. Ona tilim, yurak qatimdan mehr bo'lib sochilgan jarang, qulog'imga go'dak paytimdan alla bo'lib sengigan ohang. Ona tilim, onajonim tili bu. Beshikdanoq singan jon u quloqqa. El yurtim, xonimonim tili bu. Qadimlikdan o'xshar ona tuproqqa. Buyuk Timur jahon bo'ylab dovrug'ini solgan tilim Mir Alisher bobomlardan miros bo'lib qolgan tilim. Ona tilim do'ppi kiygan so'z, doim yangi yo'lcha atlasi, bir satriga tashlasangiz ko'z, tovlanadi ming qirrasi. Onam erkam deb quchganda tunlar yarim. Erkim yo'q deb zirqiraydi bir joylari, parvozni hansratgan bug'doylarim, oltinlarim, ipaklarim, madanlarim. Ona tilim, kechir meni, ona tilim. Kimlar uchun bizlar edik bir badaviylar, o'zbekni qon qaqshatganni o'zbek siylar, holimizni qon kuzatdi yastaviylar, topganimiz handalakdek tilim, ona tilim, kechir meni, ona tilim. Ona tilim yurak qatimda, mehr bo'lib sochilgan jarang, qulog'imga go'dak paytimdan alla bo'lib singan ohang. Ona tilim necha asrlar kurashida yengan polvonim, necha ajdod, necha nasllar suyib o'tgan turkiy zabonim. Ona tilim do'ppi kiygan so'z, doim yangi yo'lcha atlasi, bir satriga tashlagan ko'z, tovlanadi ming qirrasi. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ustozimiz hozir dars jarayonidalar. Hurmatli ustoz, 21-oktyabr qanaqa bayram ekanligini bilasizmi? Ha. Davlat tili, o'zbek tili maqomi berilgan kun. Yurtdoshlarimizni shu bayram bilan tabriklaysizmi? Albatta, barcha davlat tili, o'zbek tili barchamiz bayramimiz. Shuning uchun bayramni tabriklaymiz. Chunki bizning qonimizda oqayotgan tilimiz o'zbek tilimiz, bizning davlatimiz tili. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling.